Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan yana har doimgidek aviakassa Surxon. Nasib bo'lsa, Sankt-Peterburgdan Urganch yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston havo yo'llari uchadi. 79-stoykadan to 82-stoykagacha Sankt-Peterburgdan Urganch yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston havo yo'llariga registratsiya jarayonlari ketyapti aziz yurtdoshlar. Nasib bo'lsa, Urganch yo'nalishi bo'yicha passajirlarimizni o'tkazib oldik, dokumentlar yo'q edi, chiroyli qilib o'tkazib olishga harakat qildik. Aviakassa Surxondan nasib bo'lsa onlayn shaklda olishgan ekan, telefonlashgan holatda keldi. Hozir passajirlarni o'zidan so'rab bilib olamiz. Assalomu alaykum aka. Hormanganda. Charchashlar yo'qmi? Qanday bo'ldi? Taassurotlar qanday? Dokumentlar qanday edi? Dokument yo'q edi aka. Yo'q edi. Ishonchli ekan. Aha. Aka sizda-chi? Sizda yo'q edi. Aka sizda-chi? Umuman dokument yo'q edi, pasportdan boshqa. Hammasi joyidami? Hech kimga hech qanday ilishni summa bermadilaringizmi? Tog'a tavsiya qilasizmi aviakassa Surxon? Aziz yurtdoshlar, tanlovda adashmang. Aviakassa Surxon qo'ldan kelgancha yordam qo'lini cho'zishga harakat qilamiz. Telefonlashgan holatda kelasiz. Aviakassa Surxon.